ismimiz Sabiha. Kumuş anlarızda. Balsa yettiğimizi görüyoruz. Yürüsün kadar görüp. Vayt basıp kavideyiz. Anava çeker kadınca. Baka! Safiye berdir. Bo'ldi. Bir bayag'ida atasi men apasi bo'libdi. Ular qarindari ashib ketib, atasi apasini "Bavursoq pisirshi" debdi. Sonda apasi: "Onun azg'antayam bavursoqqa un jetmaydi." "Sonda bir bavursoq pisire sal" debdi atasi. Atasi sal bemazdao bo'libdi. Apasi damlab turib bavursoq jasaydi. Bavursoqni suvitish uchun terazaning oldiga qo'yib qo'yadi. Apasi damdi bavursoqni terazaning oldiga qo'yib qo'yadi. Biroq uning terazadan qochib ketganini bilmaydi. Apasi damdi bavursoq yeyman deb o'tganda, bavursoq terazadan qochib ketadi. Bavursoq atasi men apasidan qochib ketib o'rmonda o'ynab yuradi. O'ynab yurganda oldidan quyon kezigadi. Wow, nani degan bavursoq. Turmga qarasam katta bavursoq soqtsin. Men как раз qarnim ochib turgan edi. Men seni yeyman. Yemesini sana yiyemem. Atamdan kastım, apamdan kastım. Endi senden de kaçmadım. Qo'yondan qochib o'rmonda yugurib yurgan kezda oldidan qasqir chiqib qoladi. Wow, nani degan bavursoq. Turmga qarasam katta siyoqtisin. Mening qarnim ochib tur. Men seni yeb qo'yaman. Turmini yemesini sanki yemek. Qani ayta qo'y. Atamdan kastım, Endi senden de kaçmadım. deb qochib ketibdi. Bavursoq qasqirdan qochib o'rmonda qiziqtab o'ynab yurgan kezda, o'ylang aytib o'ynab yurgan kezda oldidan ayu chiqib qolibdi. Wow, nani degan bavursoq. Turmga qarasam katta siyoqtisin. Men seni yeb qo'yaman. Yemesini seni yeyatib koyamın. Atamdan kastım, apamdan kastım, koyandan kastım, kaskımdan kastım. Endi senden de kaçmadım. deb ayudan qochib ketibdi. Bavursoq o'rmonda o'ynab o'ylang aytib yuradi. Sonda oldidan tulki chiqadi. Sonda tulki: Bavursoq, ising qanday ademi, damin qanday ademi, seni yeb qo'ygim kelib tur. Bavursoq tulkidan qo'rqib ketib, tulkiga: Demesin, sen öyle. Demesin, sen öyle koyamın. Qaniki o'liningda ayta qo'y shu bavursoq. Atamdan kastım, acemden kastım, kaskımdan kastım, alımdan kastım. Endi senden de kaçmadım. To'xta bavursoq. Men seni yemayman. Sen mаған o'ta qattiq unab qolding. Ikkimiz do'st bo'laylik. Men o'ta mehrimli tulkiman. O'ynaylik. Kel Bavursoq bavursoq. qo'rqib tursa-da tulkimen o'ynashga kelishadi. Kel bavursoq, men seni ko'taray. Ikkovi uzoq o'ynab yuradi. Tulkiga bavursoq o'ylang aytib beradi. Ko'pdegan o'ylanglar aytib beradi. Tulki bavursoqqa: "Sening davosing ademi ekan, mening murnima turib aytchi, mening qulog'im uncha eshitmaydi. Men qartayib qolganman" deydi. Sonda bavursoq tulkining ko'nglin qiymay, tulkining murnina turib o'ylang aytadi. Apamdan kastım, endi senden de kaçmadım. Degan kezda tulki bavursoqni og'zini ochib, "Hap" deb jeb qo'yadi.
Барлық аңдардан қашқан бауырсақ түлкіге осылай алданып қалыпты. Сондықтан достар, ата-аналарыңыздың айтқанын тыңдаңыздар.